It is my pleasure to introduce, to those who don't know my man who, since he has escaped from East Turkestan, the occupied East Turkestan, he is the as both head of the East Turkestan National Freedom Center and now as the duly elected Prime Minister of the East Turkestan government in exile. It is my privilege and honor to introduce to you the Right Honorable Anwar Yusuf Turani. My dear fellow East Turkestanis, friends, brothers and sisters around the world. Today is Tuesday, 14th of September 2004, and today is the date what the people of East Turkestan have been yearning for towards the national liberation of our occupied homeland. As the founder and the newly elected Prime Minister of our government in exile, I would like to announce the formation of the government in exile of the Republic of East Turkestan at this historical place, the Congress Building in Washington, D.C., the capital city of the United States of America. May God give us strength and wisdom to continue to fight in order to overthrow the Chinese authority in our homeland under the leadership of the newly established government in exile of the Republic of East Turkestan. Thank you. Aziz vatandaşlarım ve milli kandaşlarım, bugünkü tarih Seyşembe, miladi 2004 yılı 9. ayının 14. günü, yani 29. Recep, Hicri 1425 yılı bulup, bugün Şarkı Türkistan halkı özlerinin kurtuluş yolunda büyük teşnalık içinde kütmekte bolgan bu arzu armanlarına yetti. Ben bugün bu münasebet bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının paytaxtı Washington'daki Capitol Hill dep atılırgan Amerika hükümeti kurultay binasıda azatlık teşna bolgan 35 milyon Şarkı Türkistan halkı nameden Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümetinin kurulganlığını bütün dünya cemaatçılığı aldıda büyük iftiharlık içinde jakarlayman. Kelgine dostlar, qarindoshlarım, tutqun qo'limni vatandoshlarım,
behuda bo'lmas to'kilgan qonlar, vatan uchun oqqan yoshlarim. Qanida tursa dardlashar qilich, ko'krak qapisim yuragimga pich. Er bo'lsang erdek yashagan har an, tiktur o'limga ikkilanma hech. Taqdirni inson yaratar o'zi, yaxshi yomonni anqarsa ko'zi. Baxting Allohda bo'lsa sajda qil, dushmanda bo'lsa tortib ol uni. Milliy ozodlik sifidagi ulug' ustoz Mamtil Apandi Tevfik asarlaridan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vatansizlikdan iborat asoratlik dardimizga darmon bo'lishni orzu qilgan holda, bugun bu yerda bizlar bilan birga jam bo'lgan milliy ozodlik sifidagi suyumli yurtdoshlar, bolalar, do'stlar ve cümleden azatlık teşne bolgan dünyanın her qaysı joylarida yaşıgıcı aziz muhterem vatandaşlar. Men Anvar Yusuf Turani hicretdeki 20 yıllık hayatımda asası cihetten Amerika Qo'shma Shtatlarının paytaxti Washington'ni merkez kılgan halda basqınçı Xitoy ishg'ol ostidagi yurtimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirishdan iborat ulug' da'vo yo'lida har xil qiyinchiliklarni yengib fidokorlik ko'rsatib kelayotgan bir qarindishinglar bo'lish bitim bilan bugun bu so'ringa to'plangan hammanglarni va jumladan har xil sabablar tufaylidan bu maydonda bizlar bilan birga bo'lib Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumatining qurilishidan iborat bu tarixiy ahamiyatli jarayonni o'rtoqlash imkoni bo'lmagan barliq yurtdoshlarni yurtimiz Sharq Turkistonning bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida buyuk sevgi va muhabbat bilan salomlayman. Aziz muhtaram vatandaşlarım, öz tarixini bilmegen bir qavm yoki bir millat o'zining yildizidan ayrilgan bir tup daraxt yoki bundaq yildizsiz daraxtlardan tashkil topgan bir o'rmonga o'xshash bo'lib, uning oqibati hamon halokatdan boshqa narsa emasdir. Bu munosabat bilan men bugun bu so'rinda sizlar bilan oldi bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan asosliq mazmunga kelishdan avval bugun bizning bu yerga yig'ilishimizda turtkilik rol o'ynagan tarixiy keçmişimizni qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Aziz vatandaşlar, tarixdan beri bizning xalqimiz yashab kelayotgan zamin O'rta Osiyoning qap o'rtasiga joylashgan bo'lib, o'zining taxminan 2 million kvadrat kilometrlik yer ko'lami bilan Büyük Türkistan dünyasının asaslık bir partisidir. Onun ismi Sharq Turkiston bo'lib, Xinjiang emasdir. Xinjiang degan bu atalg'inin Xitoycha ma'nosi yangi chegara yoki yangi makon degan ma'noda bo'lib, vatanimizda 1865 yildan 1877 yilgacha 12 yil hukm surgan Muhammad Yaqub Bey davridan keyin Manchu imperiyasining buyrug'i bilan Sharq Turkistonga ibartilib 1884 yili yurtimizni qayta ishg'ol qilishga sazovor bo'lgan Manchu imperiyasining Xitoy generali Zozongtang tarafidan xalqimizning orzusiga qarshi holda vatanimizga berilgan ism bo'lib, shuningdan beri ta hozirgacha Xitoylar va uning yondoshlari tarafidan qo'llanib kelinayotgan bu iflos ism faqatla biz Sharq Turkiston xalqi uchun emas, eng muhimi asrlardan beri bizlarni qo'yniga elib har turli nozi
ne'matlari bilan bizlarga xizmat qilib kelayotgan Atamiraz zaminimiz Sharqi Turkiston uchun ham bir cho'ng haqoratdan boshqa narsa emasdir. Aziz yurtdoshlarim, zodicha uzoq tariximizga emas, yaqinqi 2000 yillik tarixiy kechmishimizga qaraydigan bo'lsak, eng oxirgi 2 asrdan ko'proq tarixiy asoratlik davrlarni hisobga olmaganda, biz Sharq Turkiston xalqi asos jihatdan asrlardan beri hur va mustaqil yashab kelmoqda bo'lgan qahramon ajdodlarning avlodlari bo'lib, bugungi zamonlarda tarix charqining ta'tir cho'kilishi bilan asrlardan beri qulluqdan hech beshini ko'tarolmagan Xitoylarning qulluq zanjiriga bog'lanib, o'z ixtiyorimizga qarshi holda Xitoydan iborat bu Allohning dushmani zolim qavm tarafidan idora qilinayotganga saq 92 yil bo'ldi. Bu o'tib ketgan 92 yillik asoratlik davrining 1912 yili Manchu imperiyasining cho'kishi bilan Xitoylarning eng oxirgi 2000 yillik qulluq tarixida birinchi qatim vujudga kelgan Junhua Mingo'dan iborat Xitoy Xalq Jumhuriyati hukmronligi zamonidan 1949 yili Mao Zedong rahbarligida qurilgan kommunist Xitoy Xalq Jumhuriyati zamonigacha bo'lgan 37 yil va uningdan keyingi ta hozirgacha bo'lgan 55 yil Sharq Turkiston xalqining Yangzingshin, Jinshuren, Shangshe, Gomindang va Gungchandangdan iborat har xil nomliq Xitoy hukmronligining bo'yinturg'i ostida yashashga mahkum bo'lgan qulluq davri bo'lib, xalqimiz bu bir-biridan faqatla shakli jihatdan farqlanib, mohiyat jihati bo'lsa yolg'onchilikda, vahshiylikda, shumlikda va zolimlikda bir-biridan qilishmaydigan Xitoy bo'yinturg'i ostidagi har qaysi davrlarda butun mol mulki ve insani hukuklardan tamamen mahrum bo'lgan holda her türlü bulang-talang ve qirg'inchiliklardan xoli bo'lolmasdan her zaman alam hasret ichida yaşamlarını sürdürüp gelmekte. Aziz qarindoshlar, bu yerde şu nuqtani alayida ta'kidlab o'tmoqchimanki, garchi yuqorida izhor qilingan Xitoy hukmronligi ostidagi 92 yillik muddatning 1933 ve 1944 yillari Sharq Turkiston xalqi Xitoy bosqinchilariga qarshi arka-arkadan o'zlarining mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini qurib, dunyoga jakarlashga sazovor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin har xil sabablar tufaylidan bu cumhuriyetlerinin yurtimizdagi ta'sir doirasi cheklik ve sürgen ömrü qisqa bo'lib, ming bir mushaqqat ichida minglarcha jon berib barpo qilgan bu mustaqil cumhuriyetlerinin dastlabkisi bir yilg'imi yetmagan bir qancha oy ichida halok bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi garchi 6 yil puttirab turgan bo'lsa-mu, lekin ko'lami jihatdan Manas daryosining u tarafiga olqib o'tolmay G'ulja, Altay va Cho'chak viloyatlari bilan cheklanib qolgan. Qisqasi, bu ikki cumhuriyetlarning jami ko'rgan ömrü 7 yilga yetmaydi. Shundaqdimi? Biz bu 7 yillik muddatni mustaqillik davrimizga oid deb qarab, Xitoyga biqindilik tarixiy muddatdan chiqarib tashlaganda, biz Sharq Turkiston xalqi bugungacha 85 yillik Xitoy ishg'oli ostidagi asoratlik tarixni boshdan kechirgan bo'lamiz. Aziz millatim, bu bosqinchi Xitoylarning o'zlariga qo'yib olgan ismlarining
rengi yoki niqoblarining nima bo'lishidan qat'iy nazar, bularning hammasining yurtimizni ishg'ol qilishidagi asosli maqsadi biz Sharq Turkiston xalqini o'z tuproqlarimizda har xil yo'llar bilan yıldızımızdan tamamen quritib tashlash orqali tarix sahnasidan yo'qotib, Sharq Turkistondan iborat yer yuzining jannati bepoyon zaminimizni mangulik o'zining igidorchiligiga o'tkazib olishdan boshqa narsa emasdir. Xitoylar o'zlarining bu shum niyatiga yetish uchun o'zlarining tarixdan beri xalqimizga qarshi qo'llanib kelmoqda bo'lgan o'z zaminimizda o'z yig'imiz bilan o'z go'shimizni qo'rish siyosati orqali Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Mo'ng'ul va tojiklardan tashkil topgan turkiy va boshqa yerlik xalqlarni bir-birimizga dushman qilib, parchalab idora qilib kelmoqda. Shuning bilan birga yana Xitoydan iborat bu mal'unlar o'zlarining biz Sharq Turkiston xalqiga qarshi ko'zlagan bu shum niyatiga tezroq yetish uchun yuqorida izhor qilingandek Sharq Turkistondan iborat yurtimizning ajdodlarimizdan qolgan tarixiy ismining xalqimiz tarafidan qo'llanishini cheklab, man'iy qilib, uning o'rniga Şinjandan iborat xalqimizga yot, lekin o'zlari uchun yangi makon yoki yangi chegara ma'nosidagi Xitoycha ismini xalqimizning orzusiga qarshi holda vatanimizning rasmiy ismi sifatida qo'llanishga majburlash. Uningdan boshqa yana xalqimiz ichidagi vatan va millatparvar dahi va danohi ustozlar, olim va ulamolar, ilm va ma'rifatparvar ziyolilar, mol-mulk sohibi va tijoratchi boylar ve hatta zürür tepilganda özleri üçün tehdit deb qaralgan her qaysi sahalardaki bigina mazlum xalqimiz ustida umumi yüzlük xalagancha etish, chepish, bulang-talang qilish, turmush zindonlarga tashlab azoplash ve sürgün qilish qatorliq haddidan oshgan qirg'inchilik hareketlerini elib berish. Vatanimiz Sharqi Turkistonning har xil shakldagi yarasti va usti tabiiy boyliklarini bulang-talang qilib, xalqimizni och va yalang'och qoldirish va ayni zamanda kommunist Xitoy ishg'olidan keyin tuproqlarimizda uzluksiz holda har turli ximiyvilik atom sinoqlari elib berish orqali vatanimizning muhitini bulg'ab zaharlash va uning ustiga xalqimizning orzu tilaklariga muxolif holda tug'ich cheklash siyosati yurgizib, Sharqi Turkiston aholisining ko'payishini to'sish va aynı zamanda milyonlarca Xitoy ko'chmanlarini vatanimiz Sharqi Turkistonga har xil imtiyoz va bahona sabablar bilan yo'tkab, yurtimizning tabiiy demografik muhitini bulg'ash va buzish ve bu insoniyetsizliklarni oz deb texmi vahshiylashgan holda xalqimizning til yoziq, diniy e'tiqod ve erkin so'zlashdan iborat temel insoniy huquqlarini dafsindi qilish ve buning ustiga yana xalqimizning milliy ve diniy an'anasiga aloqador har qanday tarixiy asar ve madaniy miroslarni xolagancha har xil bahona sabablar bilan to'plab xalqimizning ve hatta butun dunyo jamoatchiligining ko'zi oldida kuydirib vayron qilish qatorliq haddidan oshgan zo'rliq siyosatlarini kundan kunga avjiga oldirib kelmoqda. Aziz vatandoshlar ve milliy qondoshlar, Xitoydan iborat bu Yajuj ve Majuchlarning bu shumpaylarni allaqachon to'nib yetgan bir qism dana ajdodlarimiz yuqorida izhor qilingandek Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida bir qism fidokorliklarni ko'rsatishi natijasida 1933 ve 1944 yillarning ayni oy ve ayni kunlari
yani 11 ayının 13 kunlari arka-arkadan 2 qatim yurtimizning Qashqar va G'ulji viloyatlarida Xitoy hukmronligiga qarshi mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlerini qurib, dunyoga jakarlashga sazovor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu cumhuriyetlarning har ikkisi uzun yaşayolmay mag'lub bo'ldi. Bu mag'lubiyatlarning asosli sabablari bir-biriga asosan o'xshash bo'lib, xalqimizning o'zlarining uzun zamonlardan beri mubtalo bo'lgan o'z bilan o'zgini, do'st bilan dushmanni va haq bilan botilni farq etolmasdan o'zlarining dini islomda aniq ko'rsatgan sirotal mustaqimdan iborat to'g'ri yo'ldan chetnab ketganlikdan kelib chiqqan. Uningdan boshqa yana nodon va johil xalqimizning o'tmishdan davomli hech saboq olmagan holda oldisa oldinib, xuddi o'g'ridan qutulib qaroqchiga tutilgandek 1944-yili, ya'ni bundan taxminan 60 yil ilgari ishg'oliyatchi Gomindan hukmronligidan qutulib, bosqinchi Gongchandan hukmronligiga tutilgan holda kommunist Xitoy ishg'oli ostidagi bu haqoratlik kunga kelishimizning sababi mana bu yuqorida izhor qilingan o'zimizdan o'tgan xatoliklarning sababidandir, aziz qarindoshlar. 1949-yili 8-ayning 27-kuni Mao Zedong va Stalinning xalqimizning istiqboliga qarshi holda o'ynagan suiqasdlik siyosiy o'yinlari natijasida 1944-yili G'uljida qurilgan mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining asosli rahbarlarining hammasi atalmış Alpran vaqasida o'ltirilib, uzun o'tmay atalmış Xalq Ozodlik armiyasidan iborat bosqinchi kommunist Qizil armiyasi yurtimizga bostirib kelsa, Xitoydan iborat faqatla rangini o'zgartgan ishg'oliyatchilarga qarshi noroziligimizni ifodalab, hech ish qila olmasaqmi, ularning yuzlariga g'azab, nafrat bilan qarashning o'rniga ularning sizlarning Gomindan hukmronligiga qarshi elib berayotgan milliy ozodlik inqilobinglarga yordam qilgani keldi degan oldam holtisiga tushib, oldinib dushmanni usul o'ynab qarshi elishimiz. Va yana buni azdab ba'zilarimizning ta hozirgacha Xitoydan iborat bu bosqinchi qonxo'rlarni dushman deb tonimasdan bizni ozod qilgani kelgan aka millat shafqatchimiz deb ko'rishimiz mana bu yuqorida izhor qilingan savilliklarimiz tufaylidan milliy istiqbolimizga qarshi sodir qilgan va qilmoqda bo'lgan tarixiy jinoyatlarimizning tipik misolidir. Bu munosabat bilan men bu so'rinda butun insonlarga ulug' Tangrim buyurgan shu muhim nuqtani ta'kidlab o'tmoqchimanki, aziz qarindoshlar, kechmişte beşimizga kelgan, bugungi kunda beşimizga kelayotgan va yoki bundan keyin beşimizga kelish ehtimoli bo'lgan har xil shakldagi baloyi ofatlar va yoki cho'ng-kichik musibatchiliklarni o'z ichiga olgan barliq yomonliklarning sabablari biz bandalarda bo'lib, kechmişte, hozir va kelajakda biz bandalarga nasib bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan har turli rizq va ne'matlarni o'z ichiga olgan barliq yaxshiliklarning hammasining manbai Allohdandir. Biz bandalar oldi bilan o'z xatoliklarimizni tunib, aynı xatolikni takrorlamaslik sharti ostida o'zimizni Alloh yo'lida isloh qilmasdan beshimizga kelgan cho'ng-kichik kelishmasliklarning hamma sababini boshqalarga ortib qo'yib, ujmi-pish og'zimga tushdi bangi xiyoli o'ngda yatsak yoki bezmargan mushukdek boshqalarga telmirib
ahvolimizni o'nglashga jon tikib haqiqiy fidokorlik ko'rsatmasak, ahvolimiz texidimi xarablashgan holda ko'zlagan nishonga hech bir zaman yetolmaymiz. Aziz vatandaşlarım. Aziz vatandaşlarım, mening yuqorida izhor qilingan Tanrıning farmonlarini sizlarning saminglarga selishimdagi maqsad hargizmi biz insonlarning ichida, jumladan xalqimizning ichida Allohning kalomi bo'yicha ko'zlagan nishonga yetmak uchun o'zlarini isloh qiladigan qarindoshlarimiz yo'q deganlik emas. Bunda qarindoshlarimiz albatta bor. Agar biz bugungacha boshqalarning qo'lida, bo'libmi zolim Xitoylarning hukmronligi ostida allaqachon butunlay qirilib yoki osmiratsiya bo'lib yo'qolib ketmay, kimligimizni saqlab kelgan bo'lsak, buning sababi ichimizda bundoq davomli holda Alloh yo'lida o'zlarini isloh qilib, o'zgartishning badalining ne qadar og'ir bo'lishidan qat'iy nazar har zaman va har qanday sharoit ostida o'zlarining va shundaqla avam xalqning parlaq istiqbolini ko'zlagan holda har qanday fidokorlikdan bosh tortmaydigan haqqoniyatchi, taqvo qarindoshlarimizning mavjudligidandir. Uning jonliq misoli yurtimiz Xitoylar tarafidan ishg'ol qilinib, ta hozirgacha bo'lgan muddat ichida Xitoy hokimiyatining haqiqiy mohiyatini tunib yetgan 100 minglarcha Sharqiy Turkiston xalqi o'zlarining asoratlik dardiga darmon tepish maqsadida Xitoy bosqinchilariga qarshi uzluksiz holda botirlarcha kurash qilib keldi. Natijada yuqorida izhor qilingan har xil sabablar tufaylidan bu ajdodlarimiz garchi biz avlodlarga o'zlarining orzusi bo'yicha halok bo'lmay hozirgacha qad ko'tarib turgan bir mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini miros qoldirib ketolmagan bo'lsa-mu, lekin o'zlarining milliy ozodlik yo'lida dushmanga qarshi kurashni har qanday sharoit ostida qat'iy to'xtatmaydigan tavranmas ulug' ruhini miros qoldirib ketdi. Aziz qarindoshlar, biz bugun mana bu ajdodlarimizdan miros qolgan bu bebaho ulug'vor ruhning turtkisi ostida ozodlik yo'lida milliy mujodalamizni davomlashtirishni maqsad qilgan holda bu yerga to'plandik. Balkim bizlar ham ozodlik yo'lida ko'rsatmoqchi bo'lgan bu fidokorliklarimiz orqali ko'zlagan manzilga yetolmasligimiz mumkin. Lekin eng muhim bo'lgani istiqloldan iborat qahramon ajdodlarimizdan miros qolgan bu milliy mustaqillik ruhidan har qanday sharoit ostida qat'iy voz kechmasakla ko'zlagan bu manzilga biz yetolmagan taqdirda ham, lekin avlodlarimizning pat yaqinda milliy ozodlikdan iborat ko'zlagan nishonga cho'qim yetib bora oladiganligiga ishonchimiz komildir. Biz bandalar bir insonning niyatiga qarata ko'zlagan maqsadga yetish yo'lida ko'rsatgan fidokorliklarini nazarga olmasdan, uning shu niyatda ko'zlagan nishonga yetolmasligiga qarabla baho beramiz. Ammo Janobi Alloh har qanday bandasining bir yaxshi niyatda qo'lga keltirgan natijasiga emas, uning shu yaxshi niyatda yetmoqchi bo'lgan manziliga qarab bosgan har bir qadamida ko'rsatgan fidokorligiga qarata ejr berib, uning bu fidokorlikni ko'rsatish orqali yetmoqchi bo'lgan nishonga yetib bora olgan yoki bora olmaganligi bilan hisoblashmaydi. Ya'ni har qanday g'alaba yoki zafar Allohning ilkida bo'lib, biz bandalar agar Alloh nasib qilmasa, qilmoqchi bo'lgan har qanday ishimizda muvaffaq bo'lolmaymiz. Shuningdek, biz har qanday vaqtda biror yaxshi maqsadda biror ish qilmoqchi bo'lsak, boshqalarning bizga to'g'ri baho berishiga emas, asosligi butun koinotni yaratgan Tanrıning to'g'ri bahosiga erishish uchun, ya'ni Alloh rizoligi uchun qilsak va bu yo'lda qilgan amallarimizning to'g'ri yoki xatoligiga har zaman
sevellikten hali bulanmaydigan bendeler tarafından çıkarılgan ölçem birlikleri bilen emas, Tanrı'nın fermanları yoki Tanrı'nın fermanları tarafından tasdiq qilingan qonuniy tuzum yoki ölçem birlikleriga tayangan holda ölçep baha bersak, her qandaq sharoit ostida hargiz xato qilgan bo'lmaymiz. Ey aziz vatandaşlarım! Muhterem yurttaşlarım, bizning davoyimiz ichimizdagi bir qism o'zlarining burnining uchini ko'rib, yiroqni ko'rmaydigan nazar doirasi tor qarindoshlarimiz va shundaqla o'zlarining arzimas moddiy manfaatlarini chiqish qilgan holda bir butun davoni parchalab setayotgan xoin munofiqlar targ'ib qilayotgandek mustaqillikni tilga olmaslik sharti ostida elib berilmoqda bo'lgan inson haqlari va demokratiyani tashabbus qiladigan Xitoy biqindichiligi ostidagi muxtoriyat da'vosi bo'lmasdan Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilingan 2 million kvadrat kilometrlik tuproq da'vosi bo'lib, vatan da'vosi qilmoqchi bo'lgan har qanday tashkilot bu buyuk da'voning huddisidan chiqolmaydi. Shuning uchun bugun biz bu muqaddas davoyimizning ehtiyojini nazarga olgan asosda bundan avval yurt ichida qurilgan va bundan keyin yaqin kelajakda cho'qim qurilg'isi mustaqil Sharqi Turkistonning hijratdagi birdan-bir vakili sifatida surgundagi hukumatimizni qurib, dunyoga e'lon qilish oldida turamiz inshaalloh. Bugungi tarix seshanba. Miladi 2004-yili 9-oyning 13-kuni, ya'ni 28 Rajab, Hijri 1425-yili bo'lib, bugun biz Sharqi Turkiston xalqining yillardan beri buyuk tashnolik ichida kutmoqda bo'lgan Sharqi Turkiston Jumhuriyati surgun hukumatini qurib, butun dunyo jamoatchiligiga jakolash oldida turibmiz. Men bu munosabat bilan sonimizning ozligi, moddiy imkoniyatlarimizning yetarsizligi va bo'libmi ichki va tashqi dushmanlarimizning har turli to'sqinliklarini bosib o'tib, yurtimizning ozodlik yo'lida ko'rsatmoqda bo'lgan fidokorliklarimizga yarasha bugungi bu tarixiy ahamiyatli onlarni bizlarga muyassar aylagan ulug' Tangriga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati surgun hukumati kishilik huquq, demokratiya va erkinlikni o'zining ichki va tashqi siyosatlarining asosi qilgan bo'lib, mazkur hukumat bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia shtati Annandale rayonlik kutubxonasida Xitoy ishg'olidan keyin yurtlarini tark etib, muajiratda yashayotgan vatan va millatparvar Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning o'rtaq orzusi bilan rasmiy qurildi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati surgun hukumati xalqimizning istiqloldan iborat birdan-bir ulug'vor g'oyasini nazarga olgan asosda zamonning taqozosi va Allohning qonuniyatlariga tamoman uyg'un shaklda maydonga kelgan bir ulug' haqqoniy kurashning aniq namoyandasi bo'lib, hozirgidek bundaq bir mazlum xalqning parlaq istiqbolini ko'zlagan holda qurilgan organni qo'llab desteklashning o'rniga uni yo'qotib vayron qilishga urinishning o'zi buyuk tarixiy jinoyatdir. Aziz vatandaşlarım, bütün kainotdagi barliq jonliq va jonsiz maxluqot va mavjudotlar Janobi Alloh tarafidan berilgan tabiiy qonuniyatlar asosida yashab kelgan bo'lib, ushbu tabiat Sharqiy Turkiston xalqini o'z ichiga olgan bütün insonlarga hayotlik huquqi, mavjudlik huquqi, erkinlik huquqi va mol-mulk huquqi ato qildi. Ya'ni har qanday inson erkin azod hayot kechirishga huquqli bo'lib, ayni tuproq, ayni tarix, ayni madaniyat, ayni qavm,
aynı e'tiqod ve aynı takdirni paylaşkan insanlarning bir bütün milletga tava bo'lish sifatida o'zlari oid bo'lgan shu millatning porloq istiqbolini ko'zlagan holda o'zlarining siyosiy yo'lini tanlash huquqi Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından emas, bütün kainatning egisi Allah tarafından her bir insanning tug'ilishi bilan berilgan temel insoniy huquqi bo'lib, bugun biz bu meydanda mana bu temel insoniy huquqlarimizdan bahramand bo'lyapmiz. Alloh taolo tarafından insonlarga berilgan har qanday huquqni qo'llanmaslik yoki uni dafsanda qilish Allohning qonunini inkor qilganlik bo'lib, insonlar uni o'zgartmay, shu peti qabul qilib qo'g'dashga majburdir. Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik xitobnomasida har bir inson tug'ilishi bilanla bir-biri bilan o'zaro barobar bo'lib, ular yaratqush tarafidan berilgan boshqalarga o'tinib bergili bo'lmaydigan har xil insoniy huquqlarga sahipdir. Bu huquqlarning kapolatga ega qilinish uchun insonlar tarafidan hukumat qurildi deb ko'rsatilgan. Biz ham bu ulug' insoniyatning bir qismi bo'lish sifatimiz bilan jumladan o'z tuproqlarini Xitoy bosqinchilariga torttirib qo'yib, vatansizlik dardida ahu faryod chekayotgan bir mahkum xalq bo'lish sifatimiz bilan hijratdagi hayotimizda toki ishg'oliyatchi Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan besib olingan tuproqlarimizni tortib elib, vatanning mustaqilligini qayta qo'lga keltirganga qadar o'zimizning bugünkidek hukumatlarimizni qurib, uning qonuniy nizom nomlari asosida muhojiratdagi hayotimizni sürdürüş va shundaqla muhojiratdagi hayotimizning kapolatchisi sifatida qurilgan bundaq surgundagi hukumatimizni jon fidolik bilan qo'g'dash, o'zini Sharq Turkistonlik deb hisoblaydigan har qanday cho'ng kichik ayol vatandoshlarımızın temel insani hukuki ve vatandaşlık burcudur. Kısacası hükümetimiz 1933 ve 1944 yılları yurtimizning Qashqar ve G'ulji viloyatlarida ulug' rahbar Sobit Daminlon ve Elixon To'ralarining boshlamchiligida qurilib, dunyoga e'lon qilingan ikki qatimliq mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlerining hur dunyodagi birdan-bir namoyandasi sifatida qurilgan xalqimizning milliy ozodlik yo'lidagi eng oliy organi bo'lib, hech qanday bir shaxs yoki bir tashkilotning shaxsiy manfaatini chiqish qilgan holda qurilgan organ emasdir. Hukumatimiz butun Sharqiy Turkiston xalqining milliy mustaqillikdan iborat jonijon manfaatini ko'zlagan holda qurilgan avam xalqning igdorchiligi ostidagi organ bo'lib, mazkur hukumatimizning qurg'uchi bosh ministri bo'lish sifatim bilan cho'ng kichik va ayol hammanglarning bugun resmiy qurilib, ati Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtondagi qurultoy binosida butun dunyo oldida jakarlanish oldida turgan muborak hukumatimizga sahib chiqib, uning yaqin kelajakda runaq tepib ko'zlagan nishonga yetishida bir kishilik hassa qo'shiq chaqiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.